Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 29-iyuldan 5-avgust kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 31-iyulda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 29-iyuldan 1-avgustgacha kechasi 22-27 darajalik iliq. Kunduzi 37-42 daraja issiq. 2-dan 5-avgustgacha kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 29-iyuldan 1-avgustgacha 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 29-iyuldan 2-avgustgacha 37-42 daraja issiq. 3-avgustda 36-41 daraja issiq. 4-5-avgustda 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 29-30-iyulda kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 34-39 daraja issiq. 31-iyuldan 1-avgustgacha kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 31-iyuldan 2-avgustgacha 36-41 daraja issiq. 3-dan 5-avgustgacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 31-iyuldan 1-avgustgacha 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 31-iyuldan 2-avgustgacha 37-42 daraja issiq. 3-dan 5-avgustgacha 36-41 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-dan 31-iyulgacha 20-25 daraja iliq. 1-dan 5-avgustgacha 22-27 daraja iliq. Kunduzi 29-30-iyulda 34-39 daraja issiq. 31-iyuldan 2-avgustgacha 36-41 daraja issiq. 3-dan 5-avgustgacha 35-40 daraja issiq bo'ladi.